Assalamualaikum, men ota-onam va qarindoshlarım uchun guvohlik bermoqchi. Men Turpan shaharlik Pichan nahiya Lüchün bozor 3 ko'rikkanit 1 guruhdan Gulniso Sulayman. Men 2016-yil 3-oyda Turkiyaga chiqdim. Ota-onam 2016-yil 12-oyda Turkiyaga chiqib sayohat qilib ketgan. Bu mening otam Sulayman Hilimniyaz. Bu yil 53 yosh. 2017-yil 5-oyda yig'ilish laviriga kirib ketgan bo'lib, u yerga kirib nachar sharoitda kunalmay qayta balans yetib davolanib qayta kirib ketganligidan boshqa hech qanday xabarini ola olmadim. Bu mening opam Xadija Gosit. Bu yil 50 yosh. Opam 2017-yil 11-oyda yig'ilish laviriga kirib ketgan bo'lib, ta hozirgacha hech qanday xabarini ola olmadim. Bu mening ocham Zuhra Sulayman. Bu yil 30 yosh. Umi 2017-yil 11-oyda yig'ilish laviriga kirib ketgan bo'lib, uningdan xabar yo'q. Ochamning yo'ldoshi, ya'ni yeznam Mas'ud Abultib bu yil 31 yosh. Umi 2017-yil 11-oyda yig'ilish laviriga kirib ketgan bo'lib, uningdan xabar yo'q. Ochamning 3 bolasi qayerda, kim qaravotidi, uningdan xabarim yo'q. Singlimning yo'ldoshi Sodiq Hekim. Bu yil 30 yosh, umi 2017-yil 11-oyda yig'ilish laviriga kirib ketgan bo'lib, uningdan hech qanday xabar yo'q. Mening oilamdan tog'alarim, navra akalarim va qarindoshlarimdan jami 21 kishining yig'ilish laviriga kirib ketganligidan xabar topdim. Ta hozirgacha yana uningdan jiq bo'lishi mumkin. Oxirida deydiganim, shu guvohlik berishga ikkilinib turganlarga deydiganim, Mushu Xitoy xalqaroga bizda unda jazo lageri yo'q deb e'lon qilayotgan vaqtda yana ikkilinib o'tirmasliklarini umid qilaman. Bizmi sukut qilib yushirib o'tiraversak, Xitoyga yordamlashgan bo'lganmiz qarindoshlarim. Mening deydiganim bo'lsa mushu guvohlik berishga aktivlik bilan qatnashib berishinglarni so'rayman. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.